Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 14-noyabr 2025-yil 4-operatsiyamiz. O'yin mutqalasi xandrozi 4-5, 6 mutqalar aro dischurlar. Bemorimizda mielopatiya, ya'ni bemorda tetraparet, ya'ni yurishi biroz qiyin. Yurish qiyin, juda sekvestrlangan dischurlar chiqib ketgan bo'lgan. Orqaga qisib qolgan. 4-5-da ham juda katta chap tomonda, 5-6-da esa o'ng tomonda katta chiqib turibdi. Uni bugun ikkala diskni ham total disk ektamiya qilindi, ya'ni 4-5, 5-6 umurtqalarning aro disklarni total disk ektamiya qilib, kej yordamida fiksiatsiya qilindi. Promoy fiksiyasi operatsiyamiz 1 soat 40 minutlar davom etdi. Xudo xolasa ertaga kontrol MRT tekshiruvlarini o'tkazamiz. Bemorni keyingi reabilitatsiyalarni olib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Onaga qanday? Yaxshi. Glavni aziz o'g'limiz Azizjon Ulug'bek Nazizovdan